Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun biz Hakim aka ostona xonadonlariga keldik. Ko'pchilikda qiynagan savollar bor. O'zi Hakim aka ahvollarni anchadan beri videolar qilib chiqara olmadik internetlarga. O'zi nima bo'ldi? Aytilgan summalari yig'ildimi? O'zi davolanishga qayerga boradilar? Qachon boradilar? Shu haqida ba'zi bir ko'pchilik qiynagan savollarga sizlar bilan birgalikda o'zlaridan javob bera olamiz. Marhamat. Buyurun Hakim aka, ahvollar qalay? Assalomu alaykum, rahmat, xush kelibsizlar. Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Ancha yaxshi. O'zgarishlar bo'lmayincha. Afsuslar, Allohga shukr. Aziz yurtdoshlar, biz hozir Hakim aka bilan bir gaplashib oldik. Ko'pchilik qiynab turgan o'sha savollarga javob olamiz. Hakim aka aytishlari bo'yicha ayni gruppalarga mana tashab turilgan karta pullarni ko'rdingizlar. Hamma kim qancha tashasa, biz so'radikki, bu narsani oshkora qilishni, chunki gruppamiz to'xtab qolmasin deb, kim qancha tashasa ham uni 5 ming, 10 mingga zarari yo'q. Kim tashayapti, kim nomidan kelyapti bizga, buni ko'rsatish uchun emas, maqtanish uchun emas. Ayniqsa o'sha gruppamiz to'xtab qolgani yo'q. Biz hali ham o'sha ehsonlikda pul summasini yig'ishda davom etamiz. Shu maqsadda biz chek so'rab o'tirgandik. Hozirda yig'ilgan summaning aniq summasi shu kungacha dollar hisobida 6,5 ming dollargacha summa yig'ilgan ekan. Undan tashqari o'zlari ana hozirgi kungacha sog'liklari uchun sarflangan pullardan hozir 2 mingdan ziyodini sarfladilar. Naqd pul qo'llarida 4 ming dollargacha pul bor ekan. Fevral oyida davolanishga Toshkentga yo'l oladilar, xudo xolasa. Toshkentdagi doktorlarning aytishi bo'yicha o'sha Hindistondan tashrif buyuradigan doktorlar, professorlarni ham kelishib, u operatsiyaga ketadigan sarf xarajatlarning o'zi 35 ming dollardan ziyod pul ketishi ehtimoli bor ekan. Shuning uchun lekin bizda hech qanaqa unaqa katta summa yo'q. Aziz yurtdoshlar, men yana bir bor sizlardan so'rab qolaman, agar kimga shunaqa imkoniyatlar bo'lsa, mana yangi yil oldi, yangi yildan keyin ehsonlik qilaman deb egasini topolmayotgan bo'lsa, mana yana bir bor so'raymiz. Shu gruppamizga odam qo'shib, gruppamizga ehsonlik qilib, tortinmasdan bemalol cheklarni tashlayveringlar, chunki gruppamiz aktivligini odamlarga ko'rsatishimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, ma'lum do'stlar, barchamizga rahmat, ehson qilalarga rahmat. Birinchi o'g'lim qaytasin. Çok rahmat, salomat bo'linglar. Hamma omadni bersin. Agar nasib bo'lsa, fevral oyida operatsiya qilishadi, davolanib kelsam, men ham ehson qilishdan to'xtamayman. Alloh hammani omadni bersin. Rahmat hammalaringizga. Barchaga rahmat. Bizni gruppamizga bee'tibor bo'lmasdan videolarimizni tarqatib, yo'q gruppamizga odamlarni qo'shib, boridan ehson qilayotganlarga barchaga rahmat. Pastdagi raqamdagi katta raqamlarini, telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib o'zlariga xayr ehsonlar agar keltirib berish yoki bir kattalarga tashlash imkoniyati bo'lsa, bemalol ehsonlarni qilaverasizlar. Alloh hammalaringizni qo'llab tursin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.